Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. Anjirpay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzkart va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. Anjirpay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekiston Markaziy bank tomonidan belgilangan xorijiy valyutalarni O'zbek so'miga nisbatan 30 yanvar kuni uchun amal qiladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 30 so'mga ko'tarilib, 1 AQSh dollari 12.199 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1.219.910 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi esa 2 so'mga pastlab, 1 yevro 14.585 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 yevro 1.458.524 so'mga teng bo'ldi. Rossiya rubl kursi esa 0.60 so'mga ko'tarilib, 1 Rossiya rubli 160 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 160.490 so'mga teng bo'ldi. Qozoq tangasi esa 0.15 so'mga ko'tarilib, 1 qozoq tangasi 24 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 qozoq tangasi 24.270 so'mga teng bo'ldi. Eslatib o'tamiz, har kunlik dollar, yevro, rubl hamda qozoq tanga kurslarini kuzatib borishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.